Assalomu alaykum hurmatli video dars kuzatuvchilari. Bugungi mavzumiz to'plamlar va ular ustida bajariladigan amallar Venn diagrammasi. To'plam o'zi nima? To'plam deganda ixtiyoriy obyektlarning majmuasi tushuniladi va bu obyektlar uning elementlari deb ataladi. Masalan, juft sonlar to'plami, haqiqiy sonlar to'plami va hokazo. To'plamlar lotin alifbosining bosh harflari bilan, uning elementlari esa kichik harflar bilan belgilanadi. Agar to'plamda umuman element ega bo'lmasa, u to'plam bo'sh to'plam deb ataladi. To'plamlarning birlashmasi A va B to'plamning birlashmasi deb shunday to'plamga aytiladiki, bu to'plamlarning elementlari yoki A to'plamda yoki B to'plamda yotadi. A va B to'plamning birlashmasi shu kabi belgilanadi. Masalan, P to'plam berilgan, uning elementlari 30 ning bo'luvchilari va Q to'plam berilgan, uning elementlari esa 40 ning bo'luvchilari. Ularning birlashmasini topishimiz kerak. Birinchi o'rinda 30 ning, ya'ni P to'plamning elementlari bo'lmish 30 ning bo'luvchilarini topib olamiz. Bunga 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 va 30 ning o'zi kiradi. Ikkinchi to'plamimizda esa 40 ning bo'luvchilari. Bunga 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 va 40 ning o'zi. Endi bu ikkala to'plamni birlashmasini topadigan bo'lsak, bu birlashmamiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40 lardan iborat bo'ladi. To'plamlarning kesishmasi. A va B to'plamlarning kesishmasi deb shunday to'plamga aytiladiki, bu to'plamlarning elementlari ham A to'plamga, ham B to'plamga tegishli bo'ladi. A va B to'plamlarning kesishmasi mana bu kabi belgilanadi. Demak, bunda ham boyagi masalani oladigan bo'lsak, bunda 30 ning bo'luvchilari, 40 ning bo'luvchilari va javobni topadigan bo'lsak, bu P to'plam va Q to'plamga tegishli bo'lgan umumiy elementlar soni olinadi. Quyida keltirilgan slaydimizda Venn diagrammasida birlashma va kesishmamiz tasvirlangan. To'plamlarning ayirmasi. A va B to'plamlarning ayirmasi deb A ning B ga tegishli bo'lmagan barcha elementlardan tuzilgan to'plamga aytiladi. Bunda mana masala orqali tushuntiradigan bo'lsak, P va P'dan Q'ni ayirmasini topish uchun, demak, P to'plamda bor element olinadi. Ya'ni mana birinchi to'plam. Q to'plamga tegishli bo'lgan elementlarni olmaymiz, qabul qilmaymiz. Buning natijasida 3, 6, 15 va 30 sonlari olinar ekan. To'plamning qism to'plamlari. Agar A to'plamning hamma elementlari B to'plamga tegishli bo'lsa, A to'plam B to'plamning qism to'plami deb aytiladi va ushbu ko'rinishda belgilanadi. Bunday holatda A to'plam B da yotadi yoki A to'plam B ning qismi deb ham yuritiladi. Berilgan misollarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda mustaqil bajarishingiz uchun vazifalar berilgan. O'zingizni bilimingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Demak, bugungi video darsimizda to'plamlar, to'plamlarning elementlari, berilish usullari, birlashma va kesishma, ayirma, qism to'plamlar va Venn diagrammalari haqida qisqacha o'rgandik. Bugungi video darsimizga keltirilgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.